Aziz do'stlar, assalomu alaykum. Namangan viloyati Norin tumanidagi navbatdagi gipki kamenimiz bitdi. Hozir obzorini qilamiz. Ketdik. Bu ko'cha tomon fasad chekkada fosfor qora aylangan, pastda qoradan ramka qilingan, g'ishtli sokil. O'tgan safarga o'xshab qizil emas, g'ishtdan ramka qildik. Bu yerda seri yashil aralashgan rangdan foydalandik. Gipki kamenga orqasidagi fonga sariq fon berildi. Ramkalarni bunaqa burchak bilan kesib chiroyli bir shakl chiqardi ustalar. Ko'rishingiz mumkin. Darvozaning chekkalari, eshik derazalarning chekkalari hammasi fosfor bo'lgan. Qorong'ida yonadigan fosforimiz. Hamma kvadrat joylariga shunaqa kesib shakllar chiqarildi. Ko'rishingiz mumkin. Uyning orqa tomonida stadion bor. U yerga ajoyib bir to'rtburchak ramka ishlandi. 4 xil gipki kamenimiz bilan qo'shib aralashtirib ishlandi. Mana shu tomon. Bu yerga necha baho berasizlar? Ko'rishingiz mumkin. Uzoqdan yana ham chiroyli ko'rinadi. Ustalarimiz shunaqa dizayn bilan ishlashdi. Darvozaxonaga sariq rang, orqasiga seri fon berilgan. Burchaklar aytganimizdek fosfor bo'lgan, hamma joy. Tepada bir polasa qora aylangan. Sababi bu darvozaxonamiz bo'yi past bo'lganligi uchun ramka o'sha holat, fonga seri berilgan. Bu tomonlarda ham ochiq ayvonlarga ham bo'ladi aziz do'stlar. Ochiq ayvonlarimizga ham xuddi shu holatda berganmiz. Ichkarilarga, televizor turadigan joylarga qora korchneviy fosfor aylangan u joylarda ko'rishingiz mumkin. Ochiq ayvonlarga juda ham yarashadi gipki kamenlarimiz. Uyning oldi tomon hozir sizlarga ko'rsataman. Laklab hozirgina tugatdik. Yuvishga tayyor devorlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat.